Ulug' zotlardan Ka'bul Ahbar bilan buyuk sahobiy Abdulloh ibn Salom bir kuni ko'rishib qolgan ekanlar, suhbat qurib. Ka'bul Ahbar so'ragan ekanlar: "Hay Abdulloh ibn Salom, ilm arboblari kimlar?" Ya'ni kimni ilm arbobi desak bo'ladi degan savol. Abdulloh ibn Salom javobiga aytibdilarki, unga amal qilganlar. Ya'ni ilmi boru ilmiga amal qilsa, ana shu odam ilmning arbobi bo'lar ekan. Ilmi boru ilmini teskarisiga amal qilsa, u olim emas, ilm arbobi emas. Keyin yana so'radilar. Aytdilarki, olgan ilmlarini qalblaridan yo'qotib qo'yib, ilmdan ajrab qolganlar kim deganidilar, tamagir bo'lganlar. Hojatini odamlardan chiqarishni so'raganlar dedilar. Ana tamagir bo'lib, palonchi meni hojatimni chiqaradi deb Xudoni esdan chiqarib qo'ygan odam ilmi bo'lsa ham olim emas ekan. U yuragidagi, ongidagi ilmni Alloh taolo sug'urib olib qo'ygan odam bo'lar ekan. Ana tamagirlik mana shunaqa qattiq qoralangan narsalardan hisoblanar ekan. Yana ulug'larimizdan aytibdilarki, agar tamani yo'lini to'sib to'xtatib, "Otang kim?" deb so'rasang, "Otam Allohning qazoyi qadariga shak keltirish" deydi. Tamagir shu-da. Allohning qazoyi qadari nima bo'lsa, o'zi biladi Alloh. Bandaning rizqini belgilab qo'ygan. Shuning uchun tamagir bo'lib yugurib, odamlarning qo'lidagi molini qana qilib o'zimga olar ekanman deb yugurmaydi. Undan kasbing nima deb so'rasa, faqirlik deydi. G'oyang nima desa, mahrumlik deydi. Qarang, tamani qanchalik qoralangan. Qanchalik qoralangan. Ana tama qilish, molga hirs qo'yish, molga o'ch bo'lish degan dard mana shunaqa narsa bo'ladi.